O'ziga yog' shimvolmasdan, ustilari kirsillab turib, ichlari sochniy bo'ladigan kiski kotlet qilishni xohlaysizmi, lekin o'xshata olmaysizmi? Unda menga obuna bo'lib qo'yib, bitta like bosingmi, sizga retsepti zo'rini beraman. Idishimizga tovuq filesi, talqon, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz va ziravorlarimizni solamiz. Chesnok xohishga ko'ra. Ikkita tuxumni chaqib, qiymamizni yaxshilab aralashtiramiz. Qo'limizni suvlab, qiymamizdan olamiz va dumaloq shaklda kotlet yasab olamiz. O'rtasini ochib, ichiga sir solamiz. Sariyog' solsa ham bo'ladi, lekin sariyog' eriganda biroz yog'li bo'lib qoladi. Kotletlarimizni yasab olganimizdan keyin ikkita tuxumni atalab, kotletlarimizni avval tuxumga botirib olamiz. So'ng esa kireshka shaklida to'g'ralgan baton nonlarimizga botirib chiqamiz. Kotletlarimizni nonning ustida shunday aylantirganimizda o'zi yopishib qoladi. Keyin ozgina qo'limiz yordamida ishlov berib borsak bo'ldi. Tayyor bo'lgan kiskilarimizni qizib turgan yog'da ikki tomonini qizartirib qo'rib olamiz. Keyin esa qizib turgan duxovkaga 35-40 daqiqaga yuboramiz. Shu retsept asosida tayyorlab bemalol zakazlarga qilib pul ishlashingiz ham mumkin. Aytgancha masalliqlarni aniq miqdorini video tagida yozib qoldiraman. Bunaqa taomni yegandan keyin rosa shirinlikka tortadi-yu. Shunaqa paytda dasturxoningizda albatta Navruz firmasining yangi mahsuloti bo'lmish chipistik bo'lishi kerak. Chunki issiq choylar bilan ichishga shu shirinlik ayni muddao. Vafli va shokoladning mayin va yoqimli ta'mi sizni e'tiborsiz qoldirmasligi aniq. Tagida raqam qoldiraman. Shu raqamlarga murojaat qilib, bemalol dona yoki optimga xarid qilishingiz mumkin.